bir marta subhanallohi deb chin dildan banda Allohni zikr qilsa, ana shu zikrini savobi tarozini to'ldiradi, qiyomat tarozisi. Agar banda bir marta alhamdulillahi vallohu akbar deb qo'ysa, yer va osmonlarning orasi savobga to'lar ekan uning uchun. Qarang, boshqa hech narsaning keragi yo'q. O'tiribmiz oddiy holatda bir soniya ham ketmaydi subhanallohi deyishga. Tarozini savobga to'ldirib olamiz. Valhamdulillahi vallohu akbar deyishga hech qanday vaqt, harakat, juhd, mashaqqat yo'q. Savob to'la. To'lganda ham osmonlar va yerni orasi to'la. Mana shunday buyuk baxt bor, ulkan saodat bor. Cheki yo'q savob bor. Lekin biz vaqtimizni g'iybat bilan o'tkazamiz. Bo'xton bilan o'tkazamiz. Behuda so'zlar bilan o'tkazamiz. Har xil bo'lmag'ur gaplar bilan o'tkazamiz.